Assalomu alaykum hammaga. Bugungi retseptimiz behi vareniyasi. Behilarimizni tozalab, to'rtburchak shaklida to'g'rab olamiz. 5 kilo behiga 5 kilo shakar solamanman. Yaxshilab to'g'rab olib, to'rtburchak chiroyli qilib to'g'rab olasizlar hammasini. Keyin 5 kilo behiga 5 kilo shakar solamiz. Keyin shu masallig'imiz to'lguncha suv solamiz. 5 kilo shakar bo'lgandan keyin yaxshilab aralashtirib, sizlarga oson variantini ko'rsataman. Hammasini bittada solib, qaynatib, 1 soat qaynatsanglar, 1,5 soat, 1 soat, 1,5 soatda pishib chiqadi. Suvni keraklicha solasizlar. Behi bilan barobar bo'lib turishi kerak. Ko'p ham emas, kam ham emas. O'zi bilinadi mana. Videoda ko'rganinglardek xuddi shunaqa solinadi. Barobar bo'ladi behi bilan suvi. 1,5 soatda pishib chiqadi, xudo xohlasa. Chiroyli vareniyalar bo'ldi. Xudo xohlasa shu retseptni qilib ko'rsanglar judayam mazali chiqadi. Ham oson, yoqimli ishtaha, manfaatli bo'lgan bo'lsa layk bosib qo'yinglar. Rahmat.